Mana bu yerda biz hozir ko'ryapmiz manipulятsion choynakka o'xshagan bir holat. Bu 3381 va 3374 zonalari biz uchun support zonasini support zonasi bo'lib hisoblanadi. Bizda resistance zonamiz esa 3425 va 3437 zonalari juda kuchli bo'lgan qaytarish zonasi, resistance zonasi bo'ladi. Support zonamiz esa orqaga, ya'ni buy uchun juda chiroyli holat deb hisoblayman. Undan keyin bizda pastlarda support zonamiz 3347 3338 zonamiz ham support zonasi bo'lib hisoblanadi. Agarda narx buni tagida mana bunday pim emas, tagida yopilsa switchi, demak biz kutishimiz mumkin bo'lgan zona 3347, 346, 3342 va eng oxiri 3338 zonalaridan buy uchun yana bir marta qaytadan aytaman, buy uchun biz entry olsak bo'ladi. Sell uchun esa berilgan zonalar yuqorida yana sell uchun tushishi mumkin bo'lgan zonalar 3500 va 3490 zonalari buy uchun ideal zona bo'lib hisoblanadi. Buy uchun esa mana bu yerda ko'rib turganinglardek hozir 4 soatlikka olib o'taman. 4 soatlikda D1 time frame'da resistance zonamiz bor. Buy trendimiz bor. Может maksimum tushadigan bo'lsa mana shu zonalarga kelib qaytishi kutiladi. Agar bu zonani yorib qo'yadigan bo'lsa, pastda buy zonamiz yana bor, support bo'lib hisoblanadi. 3388 va 3380 zonalaridan reaksiya olib tepaga buy ketishi mumkin. Biz hozirda kunlik switchlarda 3 kun oldingi switchani tagida hali yopilgani yo'q switchi. Bu degani buy ketishimiz kerak, buy kutilyapti. Agarda mana shu 3382 zonani tagida kunlik switchi yopilib beradigan bo'lsa, biz dalshi kelishimiz mumkin bo'lgan zona maksimum 3342 zonalari bo'lib hisoblanadi. Agarda bu zonani tagiga tushadigan bo'lsak, mana bu yerdagi likvidность zona, ya'ni haftalik minimumga tushib kelishi ehtimoli juda ham katta. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.